Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Minecraft'da toplayotgan o'yinlarimizni ko'ramiz. Google Gaming'da Need for Speed'ni topshirgandim, lekin birinchi versiyasi yaxshiroq chiqqan edi. Hozirgi versiyasi sal buzilib qolgan. Birinchi versiyasida yaxshi haligi poyga bo'lib, prapslar bilan poyga qilib o'ynayotgandik, lekin ikkinchi versiyada bunaqa avariya bo'lsa, unaqa bo'lsa ta'sir qilgan mashina bir-biriga ekan. Bunaqa qilib qo'ydi, ya'ni avariya bo'lib ketgan paytda o'z ustiga chiqib qolib, uni ham to'g'irlasa bo'ladi. Endi hozir ko'p vaqt ajratib o'tirgim kelmadi. Keyin Cloud'da alohida bitta o'yin yasab ko'rdim, boshqacha. Need for Speed'ni Cloud'da qilmadimmi? Ochib AI asosida platforma o'yin, ko'p o'ynaganmiz, telefonlarda ham, boshqalarda ham. Bo'ladi. Hozir birinchi level turganinglarda WASD, WSD sakrayapti. A bilan D'da yuryapti mana. Bular pointlar. Har bitta pointimiz ko'payib boryapti. 600 point yig'dik. 700 point bo'ldi. Har bitta qilganimizda. Birinchi level tugadi. Endi bu yerda bizda 6 xil yo'l bor. 6 xil yo'l, lekin level ko'tarilgan sari yo'lda qiyinchilik darajasi ham ko'tarilib oshib boraveradi. Yana birinchi yo'lni tanlaymiz, ularga qiyinchilik darajasi oshib borayotganini ko'rsatish uchun keyin qolgan yo'llarni ko'rsatishamiz. Ko'radigan bo'lsangiz, boshida mana bu ko'tarilib pastga tepaga ko'tarilib tushayotgan platformalar yo'q edi. Ko'tarilib tushadigan bo'ldi. Ikkinchi levelda plus bunaqa ignalar qo'shildi. Hozir 3 ta jonimiz bor edi, bittasi ketdi. Agar menyuga bosadigan bo'lsak, birinchi levelga tushib qolamiz. Hozir ikkinchi yo'lni ko'rsatsak, hozir birinchi levelga tushib qoldik, уже ikkinchi levelda. Lekin 3 ta jonimiz bor edi, replay qilganimizda ikkinchi leveldan yana davom etib ketardi. Biz o'zimiz yetkazganimiz uchun birinchi levelga qaytarib qo'ydik. Mana bu ikkinchi yo'l. Agar bir xil yo'lda o'ynayverib keraksa, 6 ta yo'l bor. Uni qiyinchilik darajasi baribir zeriktirib qo'ymaydi. Yana xuddi shu yo'lda ikkinchi level o'ynab ko'raylikmi? Mana replay qilsak, hozir shu yerda mana ikkinchi level o'zidan davom etib ketyapti. Birinchi levelga chiqib qolmaydi. Ikkinchi levelga chiqadigan. Mana uchinchi levelga o'tdik. Endi fazoga o'tdik. Leveldan levelga biz mana
Character deydi ingliz tilida. Qahramonimiz. Bu ham o'zgarib boradi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, boshida birinchi levellarda hech narsasi yo'q bo'lsa, hozir tagida havorang olov yonib turibdi. Uchinchi levelda. Olov paketda o'tibdi. Ana 4-chi level. 4-chi o'rinda ham o'ynab turamiz. Qanaqa yo'llar tutdik ekan bizga? O, dizayn вообще dahshat. Uchinchi jonimiz ham ketdi. Endi birinchi levelga o'tib qoldik. Mayli, endi 5-6 o'rinlarni ko'rib chiqamiz. 5-o'rindan yomon emas. Hop, 6-o'rin. 6-o'rinda biroz tezlik charchatadigan o'xshayapti. Pushtirang, hammayoq pushtirib ketgan. Mana leveldan levelga yo'l bir xil bo'lgani bilan qiyinchilik darajasi ortib boradi. Keyin kodiga o'tadigan bo'lsak, bizda bu yerda mana ko'rib turganingizdek ming qatordan oshiq mana bu yerda ham 370 qator. Uni orasida bo'sh qatorlari ham bor, lekin ularni chiqarib oladigan bo'lsak ham yana ming qator kod yozganda. Lekin bular hammasi bitta faylda o'zida SMS, JavaScript hammasi. O'zinglar baho berishingiz mumkin. Hozirgi paytda Cloud sun'iy intellektni kod yozish bo'yicha barcha sun'iy intellektlar ortda qoldiryapti. Bu bilan hozir eng ko'p teng kelayotgani Google Gemini bo'lyapti. Xudo xohlasa, agar bunday kontentlarni chiqishini xohlasanglar, kommentda qaysi o'yinni yana yasab ko'rishimiz mumkinligini yozsanglar, taklif qilsanglar, shunga qarab o'sha o'yinni sun'iy intellekt bilan Gemini, Cloud yoki ChatGPT bilan qilishga harakat qilamiz.